imkon berilganda, bir og'iz ovozlarini eshitganimda o'zimni eng baxtli odam deb hisoblardim. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Hech aytmagan ekanman. Yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin, vaqtimizga sog' bo'ling. Salomat, xursandchilik yuzinglar, sog'lom. Rahmat. Sog' bo'ling ona. Ona, men sizni rosa yaxshi ko'raman ona. Sen juda yaxshi ko'raman. Siz men dunyodagi eng mehribon onamsiz, onajonim. Sizni yaxshi ko'raman. Har doim ayta olmayman sizga. Yaxshi ko'raman onam. Ona, men sizni yaxshi ko'raman. Sen yaxshi ko'raman. Dilnoza? Yo'q, hech narsa. Dilnoza? Ben o'zi aytyapman. Yo'q, mashin bo'lmayaptimi? Yo'q, yaxshiman opa. Yaxshimisan? Ha, yaxshi ko'raman. Shu echki qiluvdim. Mana yaxshi ko'rmasan, Xo'p, bo'pti, yaxshi o'tiring. Men sizni yaxshi ko'raman. Mana sen yaxshi ko'raman, qizim. Yaxshiyam borsiz. Rahmat bolam. Onam. Rahmat, ilohim. O'zing O'zingga. baxtingizni ko'rib yuring. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Mana seni yaxshi ko'raman, umringiz uzoq bo'lsin. Baxtli yurganingni menga ham ko'rish nasib qilsin. Amin. Bo'pti opa, yaxshi ko'raman. Mana seni yaxshi ko'raman. Yaxshimisiz? Men sizni yaxshi ko'raman, oyi. Yaxshi ko'raman, olam, yaxshimisan? Baxtimizga sog' bo'ling. Hop, salom sog' bo'lding. Umringiz uzoq bo'lsin. Hop, rahmat. Men seni yaxshi ko'raman, qizim. Menga umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringga yaxshi ko'raman. Rahmat kattakon. Men sizni rosa yaxshi ko'raman deyman. Voy bolam, men seni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Men ham seni uzoq bo'lsin, bolam. Men salomat bo'laman. Hamma o'ylagan niyatlaringizga yeting. Bitta hamma orzularingizni amalga oshiraylik hammamiz. İnşallah balacaksın, inşallah. Baringe şükür. Sana Allah mengi verganiga şükür. Sen de git kız verganiga şükür. Sizni polis bo'lganimni xursandman. Ona sizni yaxshi ko'raman. Har kuni aytmasam ham, har kuni telefon qila olmasam ham. Rahmat. Ben seni yaxshi ko'raman bolam. Ha, rahmat. Ko'rga qaqqa boraman endi o'zim bolamsan. Rahmat. Sizni rosa ham yaxshi ko'raman ona. Yaxshi ham men onamsiz oyi. Şükür. Şundan kızım bu arada xursandman. Umring uzoq bo'lsin. Bolalaringga bosh bo'lib meni xursand qilib yuraver. Mana rozisiz ona. Voy, sen ketasanmi ya? Mani baxtimga sog' salomat yursanglar bo'ldi. Oy kasal bo'lmay qolib tez tuzaling. Hozir qizlarni ko'rib shunaqa havoslarim kelib ketdi. Qaniydi hozir imkon bo'lganda, mana quchoqlab o'pib bir og'iz shirin gaplarni eshitardim. Hammalarga maslahatim, onangni tirikligida yo'qlab, hadyalar berib, yaxshi ko'rib, quchoqlab o'pib, g'animat onalar. Hammalarga eslatib o'tmoqchiman. G'animat onalar, otalar borida qadrlaylar. Qizlarimizga havosim keldi, umrlari uzoq bo'lsin, ota-onaligini, rohatligini ko'rishsin. Hammalarga shu tilaklarni tilab qo'yaman. Ota-onasi bor odam eng baxtli odam. Sog' bo'lishsin ota-onalarimiz. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam, qalbimga dur sochgan quvonchim onam. Dard cheksam bolam deb boshimni silab